Я запутался. Мне нужна ваша помощь. Kim bilan gaplashyapsiz? Nima do'sa? Midvosa emas, kim bilan gaplashyapsiz deyapman. Senga padarkoma ochiydim, sotuvchi bu. Qanaqa padarka tug'ilgan kunim emas, yaqin orada 8-martam yo'q-ku. 1-iyun. Aha, maska yosh bo'laman-da. Kimsan, it? Agar yana bir marta meni erimga jonim, bonim, uti-puti budish deylik, yerdagidan bo'lsa ham san topib, chekagingni yirtaman, tushungansizda. Natasha, ya penis var yo'q, qarasho. Tegmasin-chi. Rus tilini bilmaysan deb o'zimdan kulaverasiz. Natasha, anya-panyalar top bo'lasiz. Do'konga kirsam ham xijolatmi bu yarim qolimi? O'zingni bos. O'tiring, men senga tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Rus tili kerakmi senga? O'tir. Buni yechimi bor-ku, Prep.uz. Nima u? Bu rus tilini 3 oy ichida onlayn tarzda o'rgatadigan platforma. Unda 6 kun 2 mahaldan ayol mentorlar dars beradi. Endi sendagi ro'zg'or tashvishlar bilan yuradigan ayollar "Kirom, men vaqtim yo'q" deydigan bo'lsa, platformani o'zi 24 ga 7 ishlaydi. Ichida 93 ta video darslik bor. Ham har bitta mavzudan keyin test o'yinlar ovozli lug'atdan bor. Bor ekan. Qo'shnimiz G'aybulla bor-ku, o'sha xotiniga olib bergan edi. Kecha o'l gapi bilan urushyotdi rus tilida. Tillari shunaqa burroq. Rostdanki aniq o'rganamanmi? 16 mingta o'quvchi bitirgan. Bu platformaning 9 yillik staji bor. Qayerda olaman? Mana bu ссылкаga o'tsang, kursni 25% chegirmada xarid qilishing mumkin. Ham pul to'lashga ham bor. Unda dengaday? Voy, bunaqa aksentga bermasa bo'lmaydi-ku. O'ziga kulaverasiz. Bo'pti, hop beraman. Bir stop. Natasha bilan gaplashib oling. Natasha,